hajga ketishdan oldin ba'zi masalalar bor. Haj safari haqida gapirar ekanmiz. Ibodat safarida balog'atga yetmagan farzandlari bo'lsa, ayniqsa qizlari bo'lsa, o'zidan keyin kimnidir ularga kafil qilib qo'yish kerak. Aytish kerak, to'plab qarindosh urug'lar, men ketyapman, mana shu qizim bor, balog'atga yetmagan o'g'lim bor, ularni mana nikohi, boshqasi hamma sarf xarajatini tayinlab qo'yganman. Mana siz kim kafil bo'ladi? Siz kafil bo'lsangiz, sizga omonat shu farzandim. Chunki men yelkamga ehromda tashlab ketyapman, bilmayman qaytamanmi, qaytmaymanmi degan niyat bilan ulardan duo, Fotiha bilan chiqish kerak. Men shu gapni aytsam, bir odam bir kuni kelib yig'ladi. Qarang deydi, butun qarindoshimni yig'ib aytsam, birortasi qo'rqqanidan kafil bo'lishni bo'yniga olmadi deydi. Mas'uliyatdan qo'rqdi deydi. Bu qanaqa degan, u bo'yniga qarzni olib ketyapti, bola chaqasini qo'yib ketyapti. Qizi bor, balog'atga yetmagan, hali voyaga yetmagan bolasi bor. Ularning ta'limi nima bo'ladi? Ularning o'quvi nima bo'ladi? Hech narsani o'ylamasdan ketyapti. Kim kafil bo'lib qolyapti? Hojiga ketayotgan odam biror bir yaqin qarindoshini, aka ukasini, o'shalarga mahram bo'lganlarini albatta kafil qilish kerak. Ularga qo'ysin, topshirsin. U juda og'ir safarga chiqyapti, bundoq qilib aytsak. Ana o'shuning uchun bu hajga borganda ham man hajja lillahi falam yarfut va lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Kim hajga borsa-yu u yerda so'kinmasa, haqorat qilmasa, gunoh ishlarni qilmasagina halol dunyosi bilan borgan bo'lsa, qaytganda xuddi onadan tug'ilgan go'dakdek begunoh bo'lib qaytadi. Agar shu ishlarni qilsa, eng birinchi boshda aytganimizdek halol dunyosi bilan borsa, u yerga borganda janjal qilmasa, so'kinmasa, haqorat qilmasa, ana o'shalarni his qilgan holatda hajga, umraga borish kerak azizlar. Hozir boryapti, ko'ryapsiz, hamma deyarli 80% odam faqat qo'lida telefon bilan yuribdilar. Yozgan duosini hatto hammaga ko'rsatib, o'sha joyda ota-onasini duosini ham hammaga ko'rsatib internetga qo'yapti. Alloh uchun qilyapti ekan, nega buni riyo qiladi? Nega riyo qilasiz? Mana avvalam aytganman. Siz Xudo imkoniyat beribdi, pulingiz bor ekan, Ka'bani oldida onangizni duosini olyapsiz ekan. Onajon, mana Ka'bani oldida duo qiling deb olib internetga qo'yapsiz ekan. Siz tengdoshingiz bugun onasini davolashga dori topa olmayotgan bolani qalbiga hanjar urmang. Bugun onam qanday holatdagin deb turgan yigitni ko'z oldingizga keltiring. Onaga xizmat qilish yaxshi, otaning duosini olish yaxshi, lekin buni internetga qo'yish uchun qilinmaydi. Bu Alloh uchun qilinadi. Alloh uchun roziligi olinadi. Buni u yerga borib butun dunyoga ko'rsatish uchun emas. Natija nima bo'lyapti? Bolalar, yigitlarimiz, oriyatli yigitlar, bizni xalqimiz. Men nima qilib bo'lsa ham shu ishni qilishim kerak ekan, men ham yuborishim kerak ekan deb jonini jabborga beryapti. Musofir bo'lyapti, harakat qilyapti. Yaxshi, niyat yaxshi. Ilohim, hammamizni ham niyatimiz shunday. Ota-onamni duosini olay, hajga yuboray. Lekin buning uchun o'zini mushkul mashaqqatga qo'ymay, Alloh bergan rizqiga rozi bo'lib harakatini qilish kerak, halollik bilan. Ana o'shinday niyat bilan qilingan safar bu ibodat safari bo'ladi azizlar. Umra safari bo'lsin yoki boshqa safar bo'lsin, hammasi eng avvalo halollik bilan, yaxshi niyat bilan qilinmoqligi